ba'zida odam shu qilgan ishiga, qilgan aqidasiga bir xil ich og'rib qoladi ekan. Shunda bir xil biyaram bo'lib qoldi ekan. Sizlarning mushta vaqtinglar bo'lganmi? Masalan biz ay to'xtabdi. Mening beshimdami o'tgan mush ish. Men mush ishni bir to'g'ri qilay. Men mush ishni bir pokiz qilay. Mushularning menga bo'lgan ishonchisiga men bir layoqatlik odam bo'lay. Shu ishongan ishonchisining yerda qolmaslik uchun men butun kuchim bilan tirishay. Samimiy bo'lay, rost gap qilay. Oshlar menga pul topaman, mush texim yaxshi taraqqiy qilaman, texnikalarim texim yaxshi yüzlendirmen deb turib әгіші отыды. Мен çoqum bununla məsul boluşum gerek deb. Şunda samimi bulup, şunda rastçıl bolğan sirey. Lekin, bəzi adamlar bəzi bek davğu mu, yoki düt mu, yoki hem adam ilqi sır başqalarını özdeklik menfaatini men deb oyladı deb başqaça oylab olamdı. Şunun olan şunda yaxşı olğan imtiyazlar tulsumu ilqi bir xil qadr olmay anandikin çoqum onun üçün pul tilab, bedel tilab, ziyan tatib yoki bunu qiyab andikin vay ise deb şeyman qilib keldigan nurg'un adam bakin. Şunu olan men dedim, men neçe vaqtni nurg'un adamlarni tarbiyaladim, özüning bergan pulidan jiqqiroq men ularga ajr qildim. Sağan desmizini qaytırıp berdim, texniklarını öğütüp koydum, dükkanlarını mangdırıp berdim. Şunca ola bedel tülep, şunca ola ilqi ajr qilib qısam o yana ola ilqi. Men ögetken şu bir türnümü ilqi başqalarga pul tülep, işte ögengen alıp pek eran qaldım. Şunu olan dedim, opamga depdim, opa müştemizde pek satı ko'nglim yerim bo'lib qoldi. Men shunchalar ajr qilib shunchalar qilsam shu haq pul verishga rozi ekan bular. Bo'ldi men bunda qilmayman men. Teximijik pul elib qilaymi desam, opam nimdi deydi. Mayli bala. Bu qilgan ish deganning cho'qim ajr bo'ladi. Çoqumdan çoqum sen bununki hassalab natijasini ko'rsa, hech nima bo'lmaydi. Vaqtdan vaqt kelganda shular sening qadringni biladi, seninki qimmatingni biladi, sening mush qiyginingni bir kun emas bir kun bo'ldi. Eng muhimi sening beshingga hech qanday ishlar kelmaydi. Sen eng yaxshi holatda aldın qarab meniversa, ağan qo'ldan bergan qo'l yaxshi. Va'dang tutdi, degan bo'yin chiqil, ashlarni ziyon tatqizma dedi. Şunu olan bu gapni anglagandan keyin bir xil ko'nglim yorib qoldi. Yo'ldishim shuna dedi. Xotin, og'zimizdan chiqqanni aslab qilib birimiz, degan gapimizni jinimiz chikasimi qilamiz. Asha altangda maqsan sen texim yaxshi taraqqiy qila olaysan deb. Sizlarning hayotimni bo'g'ininglarga bek rahmat aytaman.